qiz ota-onasining uyida bo'lib o'tgan ushbu dahshatli hodisa haqida videoni o'z sahifasiga joyladi. Ular bu uyda 3 yildan ortiq yashagan bo'lsa ham, biron marta zinani ustidagi gilamni ko'tarib tagini ko'rishmagan ekan. Lekin yaqinda ota-onalari gilamni almashtirish uchun uni ko'targanida juda ham hayratga tushishdi va hammasi mana shu nuqtadan boshlandi. Bir qarashda gilam ko'tarishganda ular hech qanaqa g'ayrioddiy narsani sezishmadi. Shunchaki gilamning tagida yana bitta kichkina gilamchani topishdi. Ammo o'sha kichkina gilamchani olib tashlashmoqchi bo'lganida maxfiy yerto'laga olib boruvchi eshikni topib olishdi. Bir qarashda bu yerto'laga anchadan beri hech kim oyoq yetmaganga o'xshaydi, chunki juda ham chang bo'lib ketgan va narsalar yoyilib yotgan ekan. Qizni va uning ota-onasining aytishicha, ular bu yerto'lani hech ham ko'rishmagan, hattoki uni borligini ham bilishmagan ekan. Sababli ular o'sha joyda yerto'laga tushib, yerto'la qayerdan o'zi paydo bo'lganligini o'rganish boshlashibdi va eng qizig'i o'sha qutilarda topilgan narsalar aql bovar qilmas darajada edi. Agar voqeaning davomi sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha